Bugun men administratorlarimga, bilasizlar, menda ikkita do'konim bor. Yankee Snacks va Mashhur Kosmetik. Ikkalasi ham onlayn do'konim. Xullas, o'sha yerda ishlaydigan qizlarga men o'tirish qilib berdim, yengil munosabati bilan. Va bizga tort iltimos qildim, qizlardan tort pishirib beringlar shu o'tirishlarimizga deb. Yankee Snacks va Mashhur Kosmetikka tort pishirib berishdi. Hozir sizlarga qo'yman, voобще ularni ko'rib jinni bo'lib qoldim. Jinni bo'lib qolgan qizlar, uncha zo'rsizlar, uncha talantlisizlar. Qanaqa qilasizlar bunaqa narsalarni? Tortimiz Yankee Snack do'konimga bag'ishlangan edi. Biz snacklar sotamiz, shirinliklar, nima chipslar, shunga o'xshagan narsalar. Qaranglar, qanaqangi kreativniy tort. Birinchidan ko'rinishiga biz jinni bo'lib qoldik. Mashhur Kosmetik administratorlarni hamma farzandlari, kichkina bolachalar shunaqa shu tortda atrofida girdi kapalak bo'ldi. Ko'rinishi chiroyli, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Ikkinchisi bo'lsa kreativniyligi, mana molotok bilan urasizlar-da, ichidan yana bir to'da snacklar chiqib keldi. Qaranglar, qanaqangi nima deydi, tofu degan gap bor ingliz tilida, o'ylaganlar. Ya'ni snack do'koniga snackli tort вообще yorvoribdilar. Bu tortimiz shokoladniy ekan. Qizlar esdan chiqib qopti, kesilganini, ichini ko'rsatib berish, no хотя бы mana urayotganda videosini olishibdi. Xullas, men rosa xursand bo'ldim qizlar, вообще katta rahmat. Jinni bo'lib qoldim men buni tortni anaqa dizaynigacha, вообще jinni bo'lib qoldim.